Eliza, sen haligi yigit haqida qachon gapirib bermoqchisan? Qanaqa yigit haqida aytyapsan? Oramizda hech qanday munosabat yo'q. Aldama, qachondan beri mendan sir yashiradigan bo'lding sen? Aytmasang, u haqida oyimga aytib beraman, keyin sir yashirish qanaqa bo'lishini bilasan. U haqida keyinroq gapirib beraman. Undan ko'ra tabrikla. Imtihondan birinchilardan bo'lib o'tibman. Sen guruhda eng a'lochi talabasan. Bu yangilik emas. Shunday bo'lsa ham tabriklayman, Eliza. Bekkacham ovqatlanish vaqti bo'ldi. Qani, qilamiz. Lilini odatda men ovqatlantiraman. Hali sizga ham o'rganib ketadi. Siz ham nimadir yeb oling. Singlimga o'zim qarayman. Asalim meni. Ko'p ovqat yesang tezroq katta bo'lasan. Eliza, tezlash, hozir o'qishga kech qolamiz. Birinchi para qattiqqo'l ustozni darsi. Yetib borishimiz kerak. Oyi, biz kollejga ketyapmiz. Qaytgunimizcha zerikmay o'tiring. Mariya, qizim, ehtiyot bo'lib borib kel. Imtihon haqida ko'p o'ylama. Yiqilsang o'zim yopib beraman. Yo'q, yaxshi o'qishga harakat qilyapman. Bemalol imtihonlardan o'taman. Yur, Eliza, hozir kech qolamiz. Eliza, ishlaring yaxshimi? Hammasi ajoyib. Kecha imtihondan eng yuqori ball to'plabman, ko'rdingmi? Doimgidek. Sendan boshqa masalani so'ramoqchiman. Mariya xafa qilmayaptimi? Senga ham qoyil qolmadim. Mariya bilan juda ham yaxshi kelishamiz. Lekin dadam safarga ketganlardan buyon uyda o'zimni yolg'iz his qilyapman. Xafa bo'lma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Baribir begona o'z qondoshingday bo'lmaydi. Mariya, rostdan James Jackni qizi bo'lib oldingga sen pismiq. Xo'sh, hayoting endi xuddi orzu qilganingdekmi? Qo'ysangchi, meni orzuyim birovnikida yashash emas. Ular bilan vaqtinchalik yashayapman xolos. Eliza, 2 yil o'tdi. Hali ham mendan xafamisan? Bu oddiy tushunmovchilik edi. Men aytadiganimni aytganman. Yana yo'limdan chiqsang, politsiya chaqiraman.